Qadrdonlar, jigarlar, mana Andijon moshina bozoridan Captiva ishqibozlar uchun Captiva topdik. Tikki ekan, xudo xolasa. 2008-yil ishlab chiqarilgan 2.4 motor. 2.4 mi motori? 3.2 ekan. 3.2 motor ekan, mana ko'raverasizlar. Mashinamiz xudo xolasa kraskasi qanaqa? Top tozami? Kraska top toza ekan. 4 ta yumshoq baloni bor, bahaybat sakadiskalar qo'yib qo'yishibdi. Oyoq qo'yib chiqadiganlari bor mana. Hadi. Ichki holatlari udar holatda ekan mana. Alaykum assalom. Mashina xudo xolasa ideal holatda ekan mana. Kraska top toza 2008-yilda Captiva 3.2 atmosfer motori udar mana. LTZ. Ko'raverasizlar qiziqqanlar. Puli necha pul buni aka endi? Aka, qanchasini 9.5 beramiz-da. 9.5? 9500 dollar. Bozor qancha qildi o'zi buni? 93 ga beraman. 93 ga berishmabdi. 9300 dollarga berishmabdi. Xudo xolasa qo'shilsa ketadi ukam deyapti. Kraskasi top toza, e'tibor beringlar. 4 ta yumshoq baloni bor mana. Sakadiskalari bor. Hamma yo'q joy-joyida. Ishi yo'q xullas. Buni gazi bormi yo'qmi? Kaleni gaz 78 yurgan. 78 ming yurgan. Propani qanaqa kattadan? 60 litrda. 60 litr. Qancha yuradi unda hozir? 300 kilometr. 300 kilometr masofani bosib o'tar ekan. Ko'raverasizlar, bahaybatdan. Ko'ryapsizlarmi? Captiva. Nomeringizni aytib berasizmi hozirgi? Telefon nomeringiz. 91lik 616 2757 raqamlarga aloqaga chiqib akamdan to'liq ma'lumot olasizlar. Captiva 2008-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi top toza mana. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib akaga xarid qilishingiz mumkin. Mashina ideal holatda turibdi. Andijon moshina bozorida hozircha mashina atrofida bitta bo'lib turibdi. Andijon moshina bozorida mana Nexia, Nexia 2 qatori, mana Nexia 3, Cobalt, Lacetti hammasidan bor. Xudo xolasa hozir egasidan so'rab sizlarga ma'lumot aytib o'tamiz. Sizlardan like bosib qo'yasizlar. Qadrli obunachilar, 2015-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 mana. Ko'raverasizlar. 4 ta yumshoq baloni bor, yangi balon. Motor hadovoy korobkada ishi yo'q aka? Kraskasi ham yo'q ekan, top toza ekan. Mana yili 2015. Obunachilar ko'raverasizlar mana. Top toza mana Nexia 2. Ko'raverasizlar. Metan gazi bor aka? Metan gazlari bor. Polik bor mana, chipol bor, barlari bor. Xudo xolasa hamma yo'g'i joy-joyida ekan. Qancha yurgan aka bu? Yurgani ham 250 mingdan atrof hozir yurgan. 250 ming yurgan ekan. Orqa tomon ko'rish holatlari mana akalar. Metan gazimiz bor. Mana orqa tomon. Sakkiz balon damkirar, hamma yo'q bo'lgan. Shunga bo'lgan ekan. Mashinamiz shunga bo'lgan ekan. E'tibor beramiz. Mashina holati ideal. Puli necha pul aka buni endi? 5.5 ming. 5.5 ming kami bormi xudo xolasa? 5500 dollar kami bor deb aytishyapti. Ko'raverasizlar, kraskasi top toza 2015-yilda ishlab chiqarilgan 4 ta yumshoq balon bor, yangi balon. Nargisi ham sizdanmi? Nargisi bunisi 2014-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 motor. Motor hadovoy korobkada ishi yo'q deb aytishyapti. Mana 2014. Buni qancha kraskasi bor? Tomda pastda bor aka. Tomda pastda chaqachuqa kraskalari bor, sakadiskasi bor ekan, 4 ta yumshoq balon qo'yib qo'yishibdi. Mashinamiz lekin yaxshi holatdagi metan gazlari bor. Mana ichki holatlari, kojinli sidina, barlari bor. Xudo xolasa hamma yo'q joy-joyida. Polini zo'rdan solib qo'yibdi. Ko'tarib tushirishlar mestirib ekan. Mashina yaxshi holatda lekin. Ko'raverasizlar mana. Buni puli necha pul aka buni? Buni puli aka 4400 aka. 4400 kami bor xudo xolasa. 4400 ozgina kami bor deb aytishadi. Nomeringizni aytib berasizmi ikkoviga? 97lik 97lik 473 473 2080. 2080. Barter, hamma yo'q Andijon mashinalariga bor. Bank, variant hammasi bor. Necha pul borga beramiz bo'lsa ikkovini? 50% dan puli bo'lsa beraveramiz. 50% dan puli bo'lsa, misol 2000 dollar pulingiz bo'lsa, qolganiga berilaverar ekan mana variant qilib. Mana 2014, 2015 buni kraskasi top toza, motor hadovoy korobkada ishi yo'q, 4 ta yumshoq balon bor, metan gazlari bor. Bu ham 1.6 motor. Metan gazlari bor, 4 ta yumshoq baloni bor, sakadiskalari bor. E'tibor beramiz. Bu prostoy varianti. Tanlov o'zingizlardan. 14-15. 14 gibrid. 2014-yilda ishlab chiqarilgan gibrid motormi? Shunaqami? 1.6 mi?
Gibrid. Ha, gibrid Sons ekan. gibrid. Ha, Sons gibrid ekan mana. 2014-yil ishlab chiqarilgan Sons gibrid motor ekan. 4 ta yumshoq baloni bor, kalpaklari bor. Xudo xolasa ichki holatlarini hozir ko'rsatamiz. Ichki holatlari polik bor mana, chipol bor, barlar bor. Holatlari yaxshi holatda ekan. Kolonkalar, magnitofonlar bor. Aka, kraskasi qanaqa buni? 30% bor. 30% kraskasi bor. Motor hado korobka deyishyoqmi? Yo'q, olib butun hamma yog'i zo'r. Ko'r orasida mana. Puli nechi pul endi aka? 4300 dan o'tib beramiz. 4300 dollar o'tib berasiz. Nomeringizni aytib berasiz? 97lik 97lik 232 232 77 72. 77 72. Bo'ldi. Mana shu raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol akadan to'liq ma'lumot olib, o'shani bosib olasizlar mana. Aka, bozoringiz bersin.